Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Bizda reklama, bilasizlar, xabarlaring bor, reklama xizmatimiz bor. Uyingiz, biznesingiz, yeringiz bo'lsa, borib video qilib, YouTube'da, Instagram'da, Telegram'da videolarini reklama qilib beramiz, ommaga ko'rsatamiz. Kimgadir ma'qul kelsa, albatta uyingizda oladi. Xo'p, reklamani boshlaymiz. Biz namunani shaharga kirgan qismidamiz. Ya'ni mana bu namunani yo'li, ya'ni o'sha Shashlik City namuna go'shxonadan kelganda guzarga yetmasdan Kokildor ota pavorot bor, buni ko'pchilik biladi. Shu turgan afisha katta yo'l, taxminan 250 metr atrofida. Kirganda Kokildor otani ko'chasi, bu yoqqa o'tib ketsangiz Kokildor ota ziyoratgohiga boradi. Mana bu ariqning suvini ko'ryapsizlar, bolalar maza qilib cho'milyapti. Ariq suvi bor. Lik bitta katta uyni ko'rsataman. Xudo xolasa nasib bo'lsa, tasavvur qilaylik, kirib keldik, kirib kelganda o'ngga qarab burilamiz, o'ngga qarab chapga qarab burilamiz. Chapga qarab burilganda davom etamiz. Xo'p, davom etamiz. Ana shu katta yo'ldan, asfaltdan kirganda ikkita uydan keyin 3-uyimiz, aytganimday yonida ariq bor, yoshlar, bolalar maza qilib o'ynayapti. Eng asosiysi Termiz shahrida, propiska Termiz shahar, gaz bor, mana ko'rganlaringizday. Kirib kelganda mana shu yerdan darvoza sizning hisobingizda kiradi. 10 sotixlik uy kutib oladi, juda katta va ixcham o'zlariga qurishgan ekan, mehr bilan, e'tibor bilan qurishgan. Uy kutib oladi. Akamizning ishlari Toshkentga ko'chganligi uchun Toshkentdan uy qilaman deb uyni sotishga qaror qilibdilar. Umidjon, reklama qilib bering bizda uyimizda deyishdi va biz reklamaga keldik. Xo'p, ustunlarni ko'ryapsiz, navesni ko'ryapsiz. Bemalol naves tagida 3 ta mashina ketadi. Zasipkalari qilingan, stechkaga tayyor turibdi. Kelgandan chap tarafda nozik mehmonlar kelganda shunday kiradigan mehmonxona ham 5 ta burchakli qilingan, juda ixcham. Uzunligi taxminan 10 metr, eni 4 metrlik mehmonxona kutib oladi. Bizda zasipkalari qilingan, o'sha fundamentgacha zasipka qilib qo'yilgan, xudo xolasa stechkalarni qilib, nulovkalarni qo'yib, polda qilishga tayyor. Mehmonxonadan kirib keldik. Kirganda bizda katta hol kutib oladi, ya'ni koridor o'zbekchasiga aytganda hol kutib oladi. Kengish bemalol o'tirib choy ichadigan bemalol hol kutib oladi. Bu yoqdan ham kiradigan eshiklar tayyorlangan. Buni qaranglar, qanaqangi ixcham, juda zo'r, baquvvat yog'ochlardan qo'yishgan. O'sha aytganimdek, anovlar qilingan tayyor turibdi. Zasipkalar qilingan tayyor turibdi. Mana bu xonamiz sal qorong'iroq ko'rinar ekan. Spalni, ya'ni o'sha взрослый ahli oilangiz bilan uxlaydigan, dam oladigan spalni. Spalnining ichida o'sha hojatxona, bayni uchun xona tayyorlangan va bitta narsaga e'tibor berasizlar, montajlar qisman qilingan. Ancha montaj sistema tortib qo'yilgan. Uyda o'zlari uchun qurgan ekanlar, mana montajlar. O'sha ishlari o'zgarganligi uchun almashtiryapti. Xo'p, holdan kirsak, spalni, mehmonxona, spalni 2 ta, hol 3 ta. Mana bu yoqda plan bo'yicha podvalni ko'ryapsizlar. Plan bo'yicha mana o'rta bo'linish kerak, mana shu yerdan bo'linish kerak. Bu yoq detskiy spalni bo'ladi, ya'ni yosh bolalarimiz yotadigan spalni bo'ladi. E'tibor beramiz, detskining ichida ham hojatxona, bayni uchun xona qilingan, tayyorlangan. Xo'p, endi o'sha holdan chiqmagan holatda mana bu yoqda oshxona, biz uchun oshxona, ham yonboshga, ham oldi tarafga qaragan derazalar bilan oshxona. Buni ham e'tibor beramiz, juda chiroyli yopishgan. Podval chuqurligi taxminan 2,5 metr, odam bo'yi yetmaydi. Uzunligi 10 metr, 12 metr atrofida. Fundamentni ham juda chiroyli qurgan ekanlar. Montajlar qilingan, e'tibor berganingizdek. Xo'p, demak, biz mana holda eshigidan shunday kirganimizda chap tarafda mehmonxona, uyning ichidan kiradigan, tashqaridan ham kirsa bo'ladi. Ichkarida взрослый spalni, ya'ni yotoqxona, kattalar uchun, ota-onalar uchun. O'ng tarafda oshxona, o'rtasini bo'lib olasiz, xudo xolasa, yoki yana bitta oshxona bor, buni 2 ta xona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Detskiy 1, 2, 3, 4 ta xona bo'lyapti. Hol bilan hisoblaganda 5 ta xona. Xo'p, endi
tashqariga chiqqanimizda, mana naviz tashqariga chiqqanimizda kirish holda ko'rinishi ikki tabaqali eshik qo'yiladi, chiroyli. Xo'p, endi bizda o'sha o'zbekchilikda yozgi oshxona, qishki oshxona deb bilasizlar, quradi. Aytganimdek, uyda o'zlari uchun qurgan, juda e'tibor bilan qurgan. Ha, podvalga kiradigan xot. Ya'ni yonboshdan, uyda yonboshdan o'tsangiz, oshxonaga kirmasdan turib, podvalga kiradigan xot, buni qozib olsangiz bo'ladi, to'g'rilab olsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, oshxonaga kirganimizda bemalol o'sha 3 ga 4 metrlik oshxona, juda e'tibor bilan yopilgan, tepalari ham hovliga qaragan deraza va ichkarida shu yerda turib hojatxona qilingan. Hojatxona o'sha kichkinagina akkuratni hojatxona qilingan. Xullas, tashqariga chiqib, misol uchun uyda mehmon bo'lsa ham ahli oilalarimiz qiynalmaydi. Xo'p, oshxonani yonboshida yozgi oshxonani mangalchalarni qo'yib, shashlikchalarni qo'yib, ularda oshna ulfatlar bilan o'tirib, tandir, o'choq deganda qo'yib o'tiradigan joy qilingan, tayyor turibdi. Xohlang oldini yopasiz, xohlang shu holatda qilasiz. Juda chiroyli, e'tibor bilan qurgan ekanlar. Tashqarida mana bu yerda ham karavot qo'ysangiz bo'ladi, oldi tarafga ham karavot qo'ysangiz bo'ladi. Endi bitta narsani e'tibor beramiz. Bizda o'zbekchilikka, musulmonchiligimizga to'g'ri keladigan narsa, bilasizlar, bani, oshxona, hojatxonaning kanalizatsiyasi отдельно bo'lishi kerak. Bu oshxona uchun, bani uchun ikkita отдельно kanalizatsiya qilingan va 144 kublik, ya'ni 6 metrga 6 metr, chuqurligi 4 metrlik kanalizatsiya uchun juda katta, xudo xolasani aytadi-ku, 50 yil to'lmaydigan kanalizatsiya deydi-ku, shunaqa kanalizatsiya qilingan. Hovlimizda maydoni 10 sotiq, hujjatda bu yerga kirib kelish bilan hisoblasak 13 sotiqga to'g'ri keladi, xudo xolasa. Bemalol xotirjam. Mana bu burchak ham bizniki, shu hovliniki. Mana shu yerdan shunagina devor tortsangiz, qo'y, echki, mol, tovuq, indik, любой narsani orqada boqsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa farzandingiz bo'lsa, bitta chotki kelajak uchun hozircha bo'ladi. Kelajak uchun bitta qursangiz, farzandingiz bilan birga yashayman desangiz ham, ikkita oila bemalol angorat bilan yashasa bo'ladi. E'tibor beramiz, 24 soat tinimsiz oqma suv, ya'ni kran suvimiz bor. Bu namunani suvi shirin suv bo'ladi, ko'pchilik biladi. 24 soat suv bor, bemalol suvdan foydalansangiz bo'ladi. Ekin-tekin uchun bu yoqda endi yangi uchastka bo'lganligi uchun, endi qurilgani uchun bular bedi ekib qo'ygan ekan, ko'ryapsizlar, gullab yotibdi. Yana bitta eng qiziq joyi, boya bolalar cho'milayotganini ko'rsatdim. Tashqarida kanal bor, ya'ni suv o'tgan kanal. Oyda, yilda bir 2 kun, 3 kun qurimasa, bu kanalga bizda ham ishimiz tushgan. 2 kun, 3 kun qurimasa, bu kanal qurimaydi. Mana bu yoqda 76lik, adashmasam 76, 76lik turba bilan samoxod suv tushadigan agorot uchun qilingan. Demak, biz agorot uchun ishlatadigan suvimizga 5,5 ming so'mdan kubiga to'lamaymizda. Oqma suv bor, ya'ni ariq suvi bor, agorotga ishlataman desangiz, bemalol ishlatsa bo'ladi. Suvni bilasizlar, o'zi kommunal to'lov baland bo'lib ketdi, shuning uchun zo'r. Shahar joyi bu namunani yarmi shaharga o'tgan, biz bilamiz. Shahar joyi, xudo xolasa, mos quriladi degan guring bor, ha? Mos quriladi degan guring bor. Hozir Kokulda rotadan o'tgandan keyin mos qurilishi kerak. Yo'limizda mos quriladi. Ha, mana shu yo'ldan mos quriladi, shaharga bir qadam bo'lib qoladi. Bu yoqdan chiqsangiz, avtobus 3 ming, ha, bobo? Katta yo'ldan avtobus 3 ming, Damas 5 ming so'm, adashmasam, to'g'rimi? Ha. Mana shu yerdan yo'l quriladi, to'g'ri Yashil bozorga tushadi. Ha, Yashil bozorga to'g'ri tushadi. Xudo xolasa 10 minut yursangiz Yashil bozorga o'tadigan bo'lasiz. Gaz, svet, suv, hamma narsa bor, asfalt, ko'cha, manzara dahshat, zo'r. Aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa uyning narxini 60 ming deyishyapti. Ikkilamchiga ham kelishsalaring bo'ladi, ikkilamchiga ham rozilar. Pulini misol uchun o'zlari bilan kelishib olasizlar. Necha o'tadigan joyi bor, sunnatiga o'tib, xudo xolasa chotki qilib beradi. Meni o'zimda havasim ketdi. Hozir yerda hisoblasak ham 30 million, 35 million mana shu joylar. Agar 40 millionga chiqmagan bo'lsa shu kecha kunduz, narx juda zo'r. Men tavsiya beraman. Rahmat, sog' bo'lamiz.